Assalomu alaykum. Fasadning plitka jihozlari. Xonadonimizda polniy travetim bo'lgan ekan, oddiyrog'idan. Shu joydan oxirigacha fasadning plitka ishlarimizni boshladik. Manzilimiz Farg'ona shahar Uchko'prik tumani Tepaqo'rg'on mahallasida. İşlerimiz davom etyapti. Mana noyabrdan o'zi sovuqlar tushishni boshladi. Biz ishimizga sovuq, bo'ron hech qachon ta'sir qilmaydi. Ya'ni 4 fasl ishimiz davom etaveradi. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta bobamiz mana xizmatdalar doimgidek. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.